mahallamiz nomidan rahmat aytamiz prezidentimizga ham. Shu shag'alda yotqizayotgan korxonaning rahbarlari. Namangan oblastida Uchqo'rg'on rayonidan ko'chib kelganman. Jizzaxda nima deydi? Obodonlashtiraman deb 30 yil bo'lyapti mana kelganimga. O'zimizni yurtimizdan beyda yaxshi ko'ramiz. Jizzax desa jonimizni beramiz. Samarqand viloyatidan otalarimiz kelib mana shu 22-sovxozni ochishda qatnashgan. Kelgan paytlari yerto'lalarda yashashgan. Mana shundan shu yerda istiqomat qilamiz. Tog' bosib yotardi bu yerlarda. Bir cho'l bo'lib yotardi. Cho'l edi, hech bir nima deydi, ketma cho'padigan holatda emas edi bu yerlar. Hozir qarang, faxrlanamiz biz mahallamizdan. Albatta. Zo'r, lekin yaxshi. Yil bo'ldi biz ham sovxozni birinchi ochilgan sovxoz direktor orqali kelib qolganmiz. Dadam veterinar vrach edi bu yerda. Ishqib shu sovxozni ochilishiga mehnatlarimiz singan, shu yerda turmush qurib, shu yerda yashab qoldik. Bu uchastkalarimiz yangi ochilganda suv bilan ta'minlanganmiz. Yaxshi, rahmat prezidentimizga. Svetlarimiz tushirildi mana. Xudo xolasa, musulmonchilik asta-sekin ekanda, sabr qilaversang, hamma narsa bo'lar ekan, Allohga shukr. Rahmat prezidentimizga. Bizda 600 ta xonadon, 2947 ta aholimiz bor. 13 ta ko'chamiz bor. Bu yil 2025-yil Buxoro Baxmal ko'chalarini yo'l open byudjet o'tib oldik. Qo'shimcha mana yoshlarimiz uchun katta stadionimizni o'tdik mana ish olib borish yo'llarida. Hozir men tuman hokimligimiz tomonidan Cheka Mirzoulbek ko'chamizda shag'allashtirish ishlari olib borilyapti. Ko'chalarimiz ishib hammasi obod. Yangi uchastkamizda 12 ta xonadon bor edi. U yerda yangi stalba qildik, shag'allashtirdik, ichimlik suv boradi. Tupik ko'chalarimiz bor, Pahlavon Mahmud ko'chamizda. O'sha ko'chani ham shag'allashtirdik. Xalq kayfiyati yaxshi. 7ligimiz chiqib, har bittasi 13 ta ko'chani bo'lib olgan. 13 ta ko'chamizni oqsoqollarimiz bilan ertalab birgalikda obodligini, hozir ko'kalamlashtirish bo'yicha har bir xonadonga ko'chat ekish bo'yicha targ'ibot ishlarini, ko'chat ekish ishlarini olib boryapmiz. Avvalambor bu islohotlar bo'yicha muhtaram yurtboshimizga ming rahmat deymiz. Mana shunday islohotlari boshida bosh bo'lib turgan. Yo'llarimiz, yoshlarimiz uchun stadion, o'yingohlar hammasi mana shu islohotlarimiz orqasidan.